Yomazda Farg'ona shahar tekstilda bo'lyapti. Mo'ljal 7-maktabda oldida 12 sotiklik hovli sotilyapti. Akalar, uyda ko'ramiz. Keyin vaqt bo'lsa, keyin olib telefon qilamiz. Aka qarang. Bu turgan robot bor-ku. Robotda ag'da katta yo'l bor. Mana shu robotda ag'da katta yo'l bor. Buni ikkiga bo'lsa bo'ladi. Bu tomonda akasi, bu tomonda ukasi chiqib ketsa bo'lar ekan. Uyimiz mana shu holatda mana. O'sha 8 xona. Uyimiz pishirishda bo'lgan, silikon qilishda bo'lgan, ag'am pishirishda bo'lgan ekan. Roman aka remonti zo'r. Faqat fasad qismi qolgan xolos. Akalar qiziqqanlar kelib olishlari mumkin. Sveti bor, suvi bor, gazi bor, kanalizatsiya chiqqan aka. Tekstilda 7-maktabda oldi mana shu joylashgan. Agar uyda ko'ramiz, keyin sekin ma'lumot beramiz. Ketdik. Mana o'sha holat mana. Mana ba'da robot bor. Bu yerda robot bor. Ayvoni bor. Endi batga qaramaysizlar. Endi olgan odam o'ziga moslab istashga, burchakga qiladi. Bu eski Soyuz paytida bo'lgan uy ekan. Adashmasam Selekot g'isht deyilyapti. Bismillah. Kirganda katta xona bor mana. Sanuzel. Mehmonxona. Kladovka. Ayvon. Yotoqxona. Bitta xona. Tayyor qilingan, atabina qilingan. Remontlar yaxshi. Odam bormi? Birinchi xona. Tetski. Mehmonxona. Ispaniya bor, odam kelib ko'ramiz. Bu oshxona. Ikkita eshik. Tashqariga yo'lagimiz bor ekan. Hammom tualet. Ichida alohida. Mana shu ikkalasi Lavrorismi? Daraxtlar ekilgan. Akalar, bu o'qacha soladigan lavroris list ekan mana. O'qacha soladi bo'ladi-ku, shu listdan ekan. Akalar, uyda orqa tomoni mana. Orqa tomoni. Endi batga ahamiyat bermaysizlar. Eniga 22, uzuniga o'shancha. Bu tomonda robot bor, bu tomonda robot bor. Farg'ona shahar tekstilda bo'lyapti. 12 sotiklik hovli sotilyapti akalar. Buni aytib o'taman, 2 ga bo'lsa bo'ladi. A'dan akaga, pardon, ukaga. Robot tayyor bor aka. Qiziqqanlar telefon qilib kelishlari mumkin. 7-maktabda oldida mana shu hovli joylashgan. Svet, suv, gaz, kanalizatsiya bor, meva-chevalar bor, lavroris daraxti bor ekan. Tasbon ham bor ekan. Mana.